Tarix betlarida nomi bor, ammo bugungi kunda faqat tuproq ostida qolgan shaharlar haqida o'ylab ko'rganmisiz? O'rta Osiyo hududi qadimda gullagan, ammo keyinchalik yo'qolib ketgan shaharlar bilan to'la. Ular haqida qisqacha. Dalvarzin tepa, Surxondaryo. Miloddan avvalgi 3-asrdan boshlab mavjud bo'lgan kushonlar davrining yirik markazi. Bu yerdan qadimiy oltin va zargarlik buyumlari topilgan. Kampirtepa Termiz yaqinida bo'lib, Amudaryo bo'ylab joylashgan qadimiy port shahri. Qadimgi Yunon Bag'triya davrida savdo va mudofaa nuqtasi bo'lgan. Tuproq qal'a, Qoraqalpog'iston. Xorazm podshohligiga oid qadimiy saroyli shahar. Devorlari bilan mashhur. Milodiy 1-4-asrlarda gullagan. Afrosiyob, Samarqand. Qadimgi Samarqandning xarobalari 1220-yilda Chingizxon bosqinidan so'ng butunlay vayron bo'lgan. Poykent, Buxoro. Cho'l bo'yi Pompey deb atalgan savdo yo'llarining chorrahasida joylashgan bo'lib, 10-11-asrlarda gullagan. Ayritom, Surxondaryo. Kushon davriga oid diniy va san'at markazi. Bu yerdan buddaviy ibodatxona va haykallar topilgan. Xolchayon, Termiz. Kushonlar zamonidagi muhim shaharcha, san'at va haykaltaroshlik bilan mashhur bo'lgan. Marv, ya'ni Marg'iyona, Turkmaniston. 2500 yillik tarixga ega bo'lgan shaharning xarobalari dastlab Eroniylar, keyin arablar va saljuqiylar tomonidan boshqarilgan. Nisa, Turkmaniston. Parfiya imperiyasining qadimiy poytaxti. Bu yerda sharq va g'arb madaniyati uyg'unlashgan. Qanqa, Toshkent viloyati. Ilk shahar madaniyatlaridan biri. Arxeologik topilmalar unga miloddan avvalgi 4-asrda asos solinganini ko'rsatadi. Bu shaharlardan ba'zilari xarobalar, ba'zilari esa butunlay yo'qolgan, ammo ularning har biri bizga o'tmish sirlarini so'zlaydi.